Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Kadirlik Facebook'taki dünyanın her kaysi çayları xeyrindaşlarım. Heminlarınki muşu vakti ve bununki vakti hayırlık olsun. Bugün yine birlikte ügünüşü davamlaştırdığın kitap Mesuliyet iktidarını besipçüdü degen bunu kitap ne? Birlikte ügünüp ütümüz canım dostlar. Biz 7. babga keldik. 7. bab yine 200. bette kadarlık dostlarım. 200. bette mesuliyet alayidlikni yaratıdı degen mezmun. 201. betteki 202. bet mesuliyet alayidlikning hareketlendirgüçü küçü. Hareketlendirgüç küçü degen mezmun. Davası dersimizni birlikte ügüneyle canım dostlar. Mesuliyet alayidlikning hareketlendirgüç küçü. Adem baylığı bölümünün bir müdiri hizmetçilerini terbiyelegende ulağa öz beşidin ötküzgen bir işini sözlep bergen. O şirketinin hizmetçileriga bu işini mengü unutalmaydıganlıqını. Bu arqılık o şirketinin hizmetçileriga terbiye elip barıdıganlıqını aytqan. O hizmetçilerge mesuliyetinin nima ekanligini bildirmekçi bolgan. Bu dalada elip berildiğen bir qetimlik meşq idi. Natunuş kişilerden bir etret teşkillendi. Biz 4 türlük vazifeni uruluşumuz gerek idi. Her bir vazifeni kollektif urulaş lazım idi. Eğer bu vazifeni bir adam urulayalmasa bütün etret utkuzgan bulattı. Bu ma nimeledimi köpünçü müşünde derisle buludu kadarlı qarindaşlar. Yani teamwork deydiğen bir iş var. Grupla özara hemkarlaşıp bir işini vücutga çıkırdığan. Bunda terbiyeleşlerini şirketleri köp elip barıdı. Şunu demekçiken kadarlı qarindaşlar. Bir avazım qanday çıkıp atıdı bir qarap bakay. Avazım çıkıp etipti. Her bir tür vazife intayin japalık idi. Helimi yaxşı bizning bu şiddetlik qar buran deb atalgan etritimiz 3 türlük japalık vazifeni urulladı. Fakat en ahirki bir vazifeli kaldı. Vazifenin ismi bir lineerlik hayatlık pursti idi. Bu vazifede etret azalarından 10 metre egizlikteki bir törükü yağmışıp çıkıp törüknün üstündeki bir yumalak taksi şekillik yağaçta üyürütürüp o yerden yantı uduluğu sekrep asmanda üzüden 1 metre 20 santi aralıkta toğrusuğa orumtulgan bir yağaçını tutuveliş idi. Şundalı vazife urundalgan hesaplanatdı. Bu yerdeki başkurgucunun aytışça nurgun kişiler törüknün üstündeki yumalak yağaçqa çıkkandan keyin o yerde üyrü turuşqa cüret kılanmagan. Hatta hemmisi korkup yığılgan. Vazifeni urunlaştın söz açıklımı bolmagan. Bu vazifeni urunlaşqı nispeten etretinin birma azası da yeterlik işenç yok idi. Köplegen kişilerde batırlık yetişmekti. Ama vazifeni urulaş lazım idi. Bolmasa barlık tirişçanlık bekar gitetti. Bu kıyın işini urulaşqa cüret kıldığanğa ahir bir adam çıktı. Etretdeki başkalarının kanayları yırtılğıça gayret kıl dep varqıraşları ve salgan çokalları içinde bu cüretlik adam
muvaffaqiyat kazandı. Arkadan köpçülük bir-biriga ilham berip, vazifani birining keynidan biri urunladi. En ahirida bireylan qoldi. O nazukkina kelgan bir qiz edi. O tövrükning ustiga chiqib bo'lgan chaqda biz uning putining titrayotganligini, balki bargan siri qattiqroq titrashga boshlaganligini ko'rdik. Men ufturib qo'ydiganligimizni bildim. Boshqa ko'plagan kishilarmi buni bildi. Ammo ko'pchilik yanada uningga eng qat'iy, eng kuchlik, odamning ruhini eng ko'taradigan so'zlar bilan madad berdi, jig'batlantirdi, onunğa yetekçilik qildi. Chunki u chaqqa kelganda yengilish muhim bo'lmay qolgan edi. Ko'pchilikning u bireylarni qoldirib qo'yg'isi kelmaydi. Bu bizning mas'uliyatimiz edi. O atritimizning a'zosi bo'lg'achqa, uni billa elib minishqa mas'ul bo'lmasak bo'lmaydi. Bizning ko'nglimiz ovozga va ko'zga aylangan chaqda o munar üstüdeki yumalak taxtıda olturup bolgan edi. O'rnidan turmakning uninga nisbatan intayin tez ish bo'layotganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Ko'pchilik yanala g'ayrat qiling deb jonining boricha varqirib Gerçi ularning hammasiga 10 metr egizlikdagi uninga nisbatan bizning ovozimizning nihoyatda kichiklab ketadiganligi. Bizning nimalarni da'vat qilganligimizni uning aniq anglamaydiganligi ma'lumlik bo'lsa-mu. Ammo bizning qilaoladiganimiz faqat shuni edi. Uning ustiga biz qilaoladigan ishimizni yaxshi qilishimiz lozim edi. Chunki bu mas'uliyat edi. O rastlı o'rnidan turadi. Bir odamning u yerda uyri tura olishining nihoyatda tas ish ekanligini, tayanchsiz bo'ladiganligini, yetim holatda qoladiganligini biz bilatdik. Gerçi hash-pash degucha araliqda bo'lsa-mu, hammanglarning nafsi to'xtab qolgandek bo'ldi. Güya hali uzoq saqlagandan keyin o sakridi. Biz ko'zlarimizni yumib oldik. Ashu paytda men uningdimi bakrak jiddiylashganligimni his qildim. O muvaffaqiyat qozondi. Onundan keyin güldürmemek çavak yanırdı. Hazırmı isimde. O çağda tolu çavakçılık kulumu ağrıp ketken idi. Bu galibi üçlü emes idi. En muhimi biz vazifeni orunluğan idik. Bizning vazifimiz onunla vazifesi idi. Biz onu taşlap koymadık. O bizni ümitsizlendirmedi. Keyin bu kız özüde yengil derecede igizlikten korkuş kesili barlığını eğitip berdi. Ama men vazgeçsem bo'lmaydi. Men vazgeçsem bütün kollikdip ufturib qo'ygan bo'ladi, dedi o. Onun bu sözleri bizden yürükümüzge eğir bolqadek kelib tegdi. Biz bunun mas'uliyetinin küçük ekanligini tonib yetdik. Biz ahirki qalbini qo'lga keltirdik. Fakat bizning şu etrafla vazifini o'rinlayoladi. Shundaqla ta ki hozirga qadar o vazifini o'rinlagan birinci etraf bo'lib keldi. Biz palvon ordeni bilan mukofotlandik. Ordenda mas'uliyat, shan, sharaf demektir deb yozilgan edi. Mas'uliyat bir xil ruh. Shundaqla alayda hareketlendirgich kuch. Mas'uliyat qo'rqinchaqlikni yengadi. Bir odamdagi mas'uliyat tuyg'usi başqalarına nimenin mas'uliyat ekanligini tushuntirib beradi. Bir odam mas'uliyatni o'z ustiga olsa, hamma vaqt yuksak bo'lgan bir xil mas'uliyat tuyg'usini saqlasa, bu boshqalarga yo'qidi. Ularni o'zlarining mas'uliyat tuyg'usini turg'izadi. Gerçi mas'uliyatni ustiga elish boshqalar ko'rsin uchun bo'lmasimi? Ammo siz uni o'rinlayolasiz. Başqalarga ta'sir ko'rsata olasiz. Başqalar onu sizdek yaxshi o'rinlayolmasimi?
Ammo uringanlikin siz uning o'z mas'uliyatini his qilib yetganligini ko'rib olasizsiz. Mana bu mas'uliyatning kuchi. Lisa bilan Keylin och singillardan edi. Qar yig'ib shamol chiqayotgan bir kuni tushdan keyin Lisa uyining pochta sanduqidan bir parcha xatni oldi. Ammo bu xat ularning uyining emas edi. Xatga Key shahri Cho'ng daryo bo'yi yo'li 60-nomer degan adres yozilgan. Ammo Lisa'larning uyining adresi Key shahri Kichik daryo bo'yi yo'li 60-nomer edi. "Acha, endi qanday qilamiz?" deb so'radi Lisa. "Pochtaning yana bir qatim kelganda elib ketsin" dedi Keylin. "Ammo acha, pochtaning 3 kunda bir keladi-ku. Bu xatga yozilgani jiddiy ish bo'lib qolsa, daxli bo'lmaydi. Sening qanday qilamiz? Uyda dadimiz bilan onamizmi yo'q tursa." Och singil ikkisi ha deganda nima qilarini bilolmay qoldi. Apirib beray desa, tashqarida qor yig'ib, shamol chiqayotgan. Bu ikki bola bir oz qo'rqdi. Chunki Lisa 9 yoshda, Keylin 11 yoshda edi. Apirib bermay desa, mabodo bu xatda haqning jiddiy ishi bo'lib qolsa, uning daxliyasi bu qanday bo'ladi? "Men yana apirib beray" deyman. Gerçi ular bizga natunish odamlar bo'lsa-mu, ammo ularning xatini biz topshirib oldik. Ularga apirib berishimiz kerak. Bu biz qilishimiz lozim bo'lgan ish. Qanday deysan? dedi Keylin. "Men shunday qo'yilgan. Acha, ikkimiz bilib borayli." Shunday qilib, bu ikki qizcha kiyimlarini kiyishib, o xatni elib, shivirg'anliq yo'lga qadam qo'yishibdi. Ular Cho'ng daryo bo'yi yo'lining qanchalik yiroqlikda ekanligini bilmaydi ekan. Ular mang'ach kishilardan bu yo'lni deraklabdi. "Hey, balalarim, qor lapillab yig'yapsa, nemishqimi yo'lga chiqqansizlar? Cho'ng daryo bo'yi yo'li yiroqda tursa, nemishqa ota-onalar sizlar bilan birga chiqmadi? Menga yuringlar. 5-chi kesishgan yo'l ig'izga kelganda o'ngga burilinglar. Keyin yana so'ranglar" dedi bir natunish odam och singil ikkisiga. Lisa bilan Keylin o'ng ta'tir dasishib, bir-birini yo'lishib, oldi qarab minishibdi. Qor qattiq yig'ayotgan bo'g'achqa oldi tarafni aniq ko'rinmabdi. "Lisa, bu xatni chuqur opirib beramiz, shundaqmi?" debdi Keylin. "Men shundaq o'ylayman acha, chuqur opirib beramiz" debdi Lisa qat'iy holda. Ular nihoyat uzoq vaqt yo'l yuribdi. Oxiri Cho'ng daryo bo'yi yo'li 60-qo'rg'aga yetib keldi. Och singil ikkaylan nihoyat xushal bo'lib ketibdi. Ish kechiribdi. Uydan yosh bir ayol chiqib keldi. "Yaxshimisizlar bolalar, ishinglar bormidi?" deb so'rabdi yosh ayol. "Bu Cho'ng daryo bo'yi 60-nomermi?" "Shundaq, ish bormidi?" "Bundaq ish. Bizning oila Kichik daryo bo'yi yo'li 60-nomerda. Pochta yo'li sizlarning xatinglarni bizning uyga olib qo'yibdi. Biz u xatni sizga elib keldik. Sizni titit bo'lmasin debdi Keylin. Yosh ayol atrofga qarabdi. "Ikkinglarmi? Cho'nglar yo'qmi?" Yosh ayol bu ikki bolaga minnatdorlik bilan qarab, to'xtamasdan rahmat aytibdi. Bu ish o'tib bir oydan keyin bir kuni bir natunish kishi Lisa'larning uyiga kirib keldi. O kelgan kishini Lisa'ning ota-onasimi tonimaydi ekan. O natunish kishi: "Men Cho'ng daryo bo'yi yo'li 60-nomerda o'tirman. Bir oy burun mening xatim sizlarning uyiga kelib qolgan ekan. Sizning ikki bolangiz yig'ayotgan qalin qorga qaramay, o xatni uyimizga olib berdi. O dadamning kesili ig'irlashib, jiddiy pul lozim bo'lib qolib yozgan xat ekan. Helimi yaxshi. Bu ikki bolaning qilgan ishi dadam hayot qoldi. Kechikkan bo'lsaq dadam tirik qololmaydi. Shunga bu bolalarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman" dedi. Dada bilan ona kuldi. Ular ikki bolasining mundaq bir ulug' ishni qilganligini bilmaydi. "Bu sizlarning xatinglar ekan" deb o kishi yenidan Lisa'larning uyining xatini chiqardi. "Bu ikki bolaning mundaq mas'uliyat tuyg'usi bo'lmasa, men bu xatni sizlarga elib kelmagan bo'lardim. Pochtaning kelganda uningga qaytarib etdim.
balalarınız bana nimenin mesuliyet ekanligini tushundirib qo'ydi. Turmuşimizda biz bazı işlerini kılmasakmı bo'ladi. Ama mesuliyet bizden onu qilishni talep qiladi. Hatta mesuliyet bizden öz iktidarımız bu işi urinishimiz tez bo'lgan ishlarni o'rinlashni talep qiladi. Shunda qilasınız, erişidiginiz yalğız ruhi halat jihatki azodlikli bo'lmaydi. Belki sizning ruhingiz ve mesuliyetinizden başqalarga yo'qishi bo'ladi. Sizning yoqtirganligingiz sababidan ularda mesuliyet tuyg'usi texmo zo'r bo'ladi. Mesuliyet alayda hareketlendirgüç kuch, o'zaro o'tishadigan natijaga ega. Bizning shirkatlarimiz mesuliyetning bu xil o'tishiga muhtoj. Bir shirkatda hamma xizmatchi o'z xizmatiga nisbatan kuchlik mesuliyet tuyg'usiga ega bo'lavermaydi. Ammo uning atrofidagi ishdoshlaridan butun shirkatning muhitida mesuliyetga cho'mgan kayfiyat bor bo'lsa, bu xil ruh uningga yuqidi. Shuning bilan u o'z mesuliyetini ustiga ola oladigan bo'ladi. Chunki o mesuliyetni ustiga olishning uncha qiyin ve azaplık iş emasligini, aksicha mesuliyetni ustiga olishning onunga bir xil iftixorlik tuyg'usi beg'ishlaydiganligini sezadi. Chunki o bütün şirketning o'zining o'xshashla muhim odam ekanligini, kam bo'lsa bo'lmaydiganligini biladi. Mesuliyetdan qochgandan ko'ra onu baturluk bilan öz ustiga olgan yaxshiroq. Sizning baturligingiz muvaffaqiyat qozonishingizning fursati bo'lib qoladi. Bu bir xil mesuliyetning o'zaro o'tishishi. Korxonaning mundaq bir xil ruhiy kayfiyatni ve şirket medeniyetini yaratishi intayin muhim ve zarur. Qadrli qarindoshlar, birlikda o'rganayotgan kitobninki ismi Mesuliyet iqtidorini besib tushidi degan kitob. Esil kitobkan birlikda o'rganyapmiz. İnşallah yine texmi yaxshi esil kitoblarni birlikda o'rganishga Allah subhanahu taolo nasib qilsin. Men hozir o'qig'anim mesuliyet alaydilikni yaratadi degan 7-bobninki mesuliyet alaydilikning hareketlendirgüç kuchi degan mavzu bu tugidi. Endi biz mesuliyet netijaga kapolat qiladi degan mazmunni birlikda o'rganamiz. Bir mesuliyet netijaga kapolat qiladi. Bir cho'ng doktorxonaning operatsiyaxonasida yosh bir sestra tunji qatim mas'ul sestra qilib tayinlandi. Doktor, siz 11 dona dakini chiqarib oldingiz, dedi o tashqi kasal doktoriga. Bizning ishlatganimiz 12 dona. Men hammani oldim, dedi doktor kesib aytib. Endi yarım kızını tikishni boshlaymiz. Bo'lmaydi, dedi sestra norozilik bildirib. Biz 12 dona ishlatgan. Men mas'ul bo'lsam bo'ladi-ku, dedi doktor keskinlik bilan. Tikinglar. Siz bunda qilsangiz bo'lmaydi. Sestra hayajon bilan barqarab ketdi. Bemorga mas'ul bo'lishingiz kerak. Doktor kulib qo'yib, qo'lini ko'tarib, onunga 12-dakini ko'rsatdi. Siz salohiyatlik sestra ekansiz, dedi o. Doktor onunda mas'uliyatchanlik tuyg'usi bormi yo'q? Bu xil tuyg'uni hozirlaganmi deb sinab bakkan edi. Doktorxonada yangi xizmatga qatnashgan sestra bo'lsa-mu, uning mas'uliyatchanlik tuyg'usi uni bemorga to'liq mas'ul qila oladi. Operatsiya qilingan bemorning bexatarligiga kapolat qilg'ili bo'ladi. Shirkatlarda xizmatchilarning mas'uliyat ilmi shundoq bo'ladi. Hozir nurg'unlagan shirkatlar har xil shakl va usullarni tepib,
hizmet neticesini östürüyordu. Ama köplügen şirketler meyli münevver başkuruş formusu yoki ilgar başkuruş tecrübesi olsun, ularni öz şirketide işletkende ularning karar kelmayotganligini, hizmet neticesinin ro'shan holda ko'tarilmaganligini bayqayotidu. Bu nimishqa shundoq bo'ladi? Meyli münevver başkuruş formusu yoki ilgar başkuruş tecrübesi bo'lsin, ularni tegi takdirdan aytganda yanada odam yo'lga qo'ydi. Odamni tubdan o'zgartmaganda hamma tirishchanlik ahamiyatsiz bo'lib chiqadi. Güzel arzu şu arzu peti kalıdı. Ameliy netijaga aylanmaydı. Xuddi 330 şirketininki CEO'si yani Lincoln Dow degandek pulni o'g'ayli bar qilg'ini bo'ladi. Ammo har tarafdagi ixtisosliklar lozim. Chunki strategiyani odam bekitadi. Odam ijro qiladi. Merkezleştirip rivojlantirish yoki ko'p xil qilishda har bir shirkatning o'xshash bo'lmagan reallikqa qarash kerak. Ammo mayli qanday ahvol bo'lmasin, halqiliq nuqta har kasb, har sohadagi ixtisosliklar zapsini ishlatish bo'ladi. Agar bir tarafning a'zolarida mas'uliyat eng kamchil bo'lsa, ularda şu atrafning taraqqiyotini ilgari surish uchun qilinadigan ba'zi o'zgarishlarga qarata bo'ladigan yetarli qiziqish va qizg'inlik bo'lmaydi. Gerçi rehberlik qilguvchi tirishsaqlar natija bo'ladi deb qarasimi. Hamma planlar tubdan ijro qilinmay qoladi. Tabiiyki, yaxshi natijaga erishgili bo'lmaydi. Ma gapni bir qayta deb aytay. Mana debdi. Pulni o'g'ayla bar qilg'ili bo'ladi. Ammo har tarafdagi ixtisosliklar lozim. Chunki strategiyani odam bekitadi, odam ijro qiladi. Markazlashtirib rivojlantirish yoki ko'p xil qilishda har bir shirkatning o'xshash bo'lmagan reallikqa qarash kerak. Ammo mayli qanday ahvol bo'lmasin, halqiliq nuqta har kasb, her sahadaki ixtisosliklar zapsini ishlatish bo'ladi. Mas'uliyat bilan natija o'tirisidagi munosabat o'ng tanosibliq munosabat bo'lishi kerak. Bir taraf yuqori ko'tarilsa, yana bir tarafmi uningga ergishib yuqori ko'tarilishi kerak. Aksicha, bir taraf tushib ketsa, yana bir tarafmi tushib ketadi. Shunlashqa xizmat natijasini o'stiramiz deydiganmiz. Aldı bilen hizmetçilerinin mesuliyet tuyg'usiga haqiqiy kapolatlik qilishimiz lazım. Mesuliyet netijaga kapolatlik qiladi. Davlat boshqarish ustozi Delo shundoq deb qaragan. Ko'plagan shirkatlar, shirkat boshqaruvchilarmi bu gapdan natijani o'stirishning bar yerini tushungan. Hizmetçilerine nispeten aytganda mas'uliyat ularning o'z xizmat doirasida qilishga tegishli ishni yaxshi qilishi lozimligidan derak berdi. Mas'uliyatni oydinlashtirish xizmat natijasini o'stirishning oldingi sharti. Bu gap muhim gapga ostini sizilgan. Hizmetçilerine nispeten aytganda mas'uliyat ularning o'z xizmat doirasida qilishga tegishli ishni yaxshi qilishi lozimligidan derak berdi. Mas'uliyatni oydinlashtirish xizmat natijasini o'stirishning oldingi sharti. Bir shirkatning lideri hozir ba'zi xizmatchilar ish haqida o'ylaydi. Kuch chiqarishni bakmi o'ylab ketmaydi. Ularda mas'uliyat eng kamchil, mas'uliyatni üstüge elishni texmi xolamaydi deb qaqshaydi, vaysaydi. Ba'zi xizmatchilarning qarashicha mas'uliyat faqat huquq egillagan odamlardala bo'ladi. O'zlari yuqoriga bo'ysunadigan oddiy xizmatchilardan bo'lg'achqa biror qanday mas'uliyatdan gap ochqili bo'lmaydi. Masala ko'rilsa, uning mas'uliyatini huquq tutgan odamlar üstüge elish kerak. Bunda xiyolda bo'ladigan xizmatchilar
özlerining mas'uliyatini zadila his qilib yetolmagan. Shirkat degan har bir odamdan tarkib topadi. Ko'pchilik ortiq nishonga, ko'pchilik o'rtaq nishonga va o'rtaq manfaatga ega. Shunlashqa shirkatdagi har bireylan shirkatning hayot mamoti gullanib ro'noq tepishi yoki ojizlashib mag'lub bo'lishidagi mas'uliyatni ustiga olgan bo'ladi. Bu xil mas'uliyatni boshqalarga ittagili bo'lmaydi. Xizmat o'rningizning yuqori yoki tuvan bo'lishidan qat'iy nazar hamma odam o'z mas'uliyatini ustiga olgandilar, andin shirkatning o'ngishli taraqqiyotiga kafolatlik qilg'ili bo'ladi. Bu nuqtani his qilib yetolmaslik xizmatini yo'qotganlik bo'ladi. Bir mas'uliyatsiz, mas'uliyat eni yo'q xizmatchi shirkatning g'amini qilib, shirkat o'ylaganni o'ylamayla qolmasdan, aksicha shirkatga ziyon keltirishi mumkin. Bir parcha setish kasbining mudiri bir tanlı bozorni ko'zdan kechirib o'tib, o'zining bir xizmatchisining mal setib olishga kirgan xaridorga intayin so'q muomala qilib, yana ochiqlab xaridorni intayin norozi qilganligini ko'ribdi. Bu mudir sababini surishtirgandan keyin o xizmatchiga debdi: "Sening mas'uliyating xaridorlarga mulozimat qilish, xaridorni rozi qilish, uni keyingi qatimdimi mashaga keladigan qilish. Ammo sening qilmish etmishing xaridorlarimizda qo'g'ilib o'tish bo'ldi. Bunda qilishda sen o'z mas'uliyatingni o'tamayla qolmasdan shirkatning manfaatini ziyonga uchratding. Sening o'z mas'uliyatingni asqatqining shirkatning sana bo'lgan ishonchini yo'q chiqardi. O'zini shirkatning bir a'zosi deb qaramagan odamni shirkatni o'zining odami deb hisoblamaydi. Sen kessang bo'ladi. O'zini shirkatning bir a'zosi deb qaramagan odamni shirkatni o'zining odami deb hisoblamaydi. Sen kessang bo'ladi. Debdi. 500 kuchlik shirkatning birisi bo'lgan shirkatda xizmatchilarning mas'uliyat tuyg'usining yuqori tuvan bo'lishi nihoyat zo'r darajada bir shirkatning taqdirini belgilaydi. Halbuki xizmatchilarning mas'uliyat tuyg'usining qatnol bo'lishi doim degudek bir shirkatning aylanishining yaxshi bo'lmasligining bevosita sababi bo'lib qoladi. Mas'uliyatchanlik tuyg'usi kamchil xizmatchilar shirkatning manfaatini o'zining manfaati deb qaramaydi. Hamma ishda shirkatni o'ylamaydi. Bunda xizmatchilarning ishdan bo'shatilishi ya baldur ya keyin baribir bo'ladigan ish bo'ladi. Bir shirkatda cho'qim aniq bo'lgan bir mas'uliyat sistemasi bo'lishi kerak. Huquq bilan mas'uliyatning aniq bo'lmasligi mas'uliyat bo'shliqini keltirib chiqarib qolmasdan o'g'ayla tarmoq bilan tarmoq, xizmatchi bilan xizmatchi o'rtasida mas'uliyatni o'zaro ittirib, o'zlarini mas'uliyatning teshida qo'yishni keltirib chiqardi. Bunda qilishning natijasida butun shirkatning manfaati ziyonga uchraydi. Aniq bo'lgan mas'uliyat sistemasi her bir odamga o'zining nima qiladiganligini, qanday qiladiganligini oydinlashtirib beradi. Bir top odamlar ma'lum nishonga yetish uchun belli bo'lib tashkillanganda bu atrofda darhol qalpoq bilan tishdak o'zaro tayindigan munosabat borliqqa keladi. Nishonni amalga oshirg'ili bo'lamdi yo'q. Oldin mo'ljallangan xizmat unumiga erishgili bo'lamdi yo'q. Bu kollektivdagi a'zolarning o'ziga mas'ul bo'lish bo'lmasligiga, o'zaro mas'ul bo'lish bo'lmasligiga, oxirida butun kollektivga mas'ul bo'lish bo'lmasligiga bog'liq bo'lib qoladi. Aniq bo'lgan mas'uliyat sistemasi a'zolarning bu vazifani
utuqluq urulishiga kapolatlik qiladi. Buningdan tashqari, aniq bo'lgan mas'uliyat sistemasi atraf a'zolarining bu sistemaga tayinib, huquq, mas'uliyat, aniq bo'lgan xizmat munosabatini o'rnatishiga yordam berdi. Bundaq atrafning a'zolari o'zlarining vazifasidagi mas'uliyatni boshqalarga ortmaydi. A'zolar ara xizmat va'dalariga amal qiladigan bo'ladi. Oxirida vazifaning o'rinlanishiga kapolatlik qiladi. Qadrli qarindoshlar, İstanbul'da hazır xubtan namozining azoni chiqdi. İstanbul vaqti 8dan, kech soat 8dan 17 o'tdi, qadrli qarindoshlarim. Birlikte ügünüm kilayotgan kitap Mas'uliyat iqtidorini besib tushudi degan kitapning 7-chi bobda kitapmo jaqqamida qadrli qarindoshlar, ma'u varaqlarni hamiz o'qib bo'ldik. Nihoyatda az mazmun kelib qoldi. İnşallah yani 2-3 darsda bu kitapni mo tugutimiz, jinim do'stlarim. Qayt o'qitay. Bundan tashqari aniq bo'lgan mas'uliyat sistemasi atraf a'zolarining bu sistemaga tayinib, huquq, mas'uliyat, aniq bo'lgan xizmat munosabatini o'rnatishiga yordam beradi. Bundaq atrafning a'zolari o'zlarining vazifasidagi mas'uliyatni boshqalarga ortmaydi. A'zolar ara xizmat va'dalariga amal qiladigan bo'ladi. Oxirida vazifaning o'rnatishiga kapolat qiladi. Debdi qadrli qarindoshlar. Bir kollektivga nisbatan aytganda, aniq bo'lgan mas'uliyat sistemasi bor bo'lishi lozim bo'lib qolmasdan, yana mas'uliyatni yadro qilgan shirkat ruhini tiklashmo lozim. Mas'uliyat degan bu so'z atraf ruhining markazi bo'lishi kerak. Biz mas'uliyat degan bu so'zni doim anglab turamiz. Ko'plagan shirkatlarning rahbarlari bu hammanglar ko'ngliga so'ndirib o'tadigan uqum, mas'uliyatni ustiga olish lozimligini kim bilmaydi deb qaraydi. Ammo amaliyotda bu so'z faqat quloq qilisingadi. Uni ko'ngliga singdiradigan ham shunday qilib ketalaydiganlar ko'p bo'lmaydi. Nurg'un shirkatlarga nisbatan aytganda, mas'uliyat ruhini qaytadan tiklashga to'g'ri keladi. Bütün Amerika bo'yicha eng muvaffaqiyat qozongan partiya setish savdogari Nostum shirkati mayli araliq qancha uzun bo'lmasin, xaridorlar uchun ta'tir minishni mangu xohlaydi. Shunlashqa ularning foydasi ham eng yuqori. Oregon shtatiga Savish degan bir o'quvchi bo'lib, shtatida Savish degan bir o'quvchi bo'lib, o Nostum şirketi nashr qilgan Sharpi ishlatish qo'llanmasi degan kitobdan 2 parcha olmoqchi bo'lgan. Bu kichik kitobchining bahosi aralli $1 edi. Bu savdoni Nostum shirkati qabul qildi. 4 haftadan keyin kitobcha yetkazib berildi. Mulozimat haqqimi elinmadi. Odamning aqli yetmaydigan yeri shuki, Sauch 160 ingliz chaqirimi yiroqlikda edi. Nostum shirkati $2 mahsulotni yetkazib beramiz deb herib charchab tirmashdi. Payda olmadi, ziyon tortdi. Albatta, Sauch shundan boshlab Nostum shirkatining sodiq xaridoriga aylandi. Nostum shirkatining o $2 savdoni qilishi sizningcha arzimaydi? Arzimdi. Nostum shirkati arziydi deb qaraydi. Ular boshqalar qilishni xohlamaydigan ishni qilishni xohlaydi. Dal shundoq bo'lg'achqa, ular boshqalar erisholmagan narsalarga erishadi. Nostum shirkatining boshqa partiya setish savdogarlari yaratolmagan natijani yaratishi, onun her bir xizmatchisining mas'uliyatni shirkat ruhining yadrosi qilganligidan bo'lgan. Bu gapni qaytadan o'qitay. Nostum şirketining boshqa partiya setish savdogarlari yaratolmagan natijani yaratishi,
onun her bir hizmetçisinin mesuliyetini şirket ruhinin yadrosi kılgalıkıdan boğan. Mesuliyet netice. Mesuliyet yenilik yaratış. Mesuliyet ünüm. Mesuliyet hayatlık. Mesuliyet şirketinin can tumuri. Kaderli kırındaşlar, şunda kılıp mesuliyet iktidarını besip şudu diyen kitabının 7. babınınki 2. mezmunu timisi mesuliyet neticegi kapalet kılıdı diyen mezmununu birlikte ügünüp öttük canım dostlarım. Hem de saat gibi karbitili neçlik vakit oldu. 35 minut oldu. Yeni bir 15 minutluk 15 minut kalması mümkün. Bir mezmun var. Onu birlikte ügünüp üteyli. Ügünüp atqınımız Tedbiriyesin derslerinin 60.'si de mesuliyet iktidarını besip şudu diyen ders. Özünüzni başkalar o'rningizni basanmaydigan hizmetçiga aylandırın. İki at birden harvini söyleyipti. Aldidiki at yaxşı mağdı eken. Keynidiki at daim toxtu ölüp, uyak bu yakka hanglıqıp qaraydı eken. Köngli joyida emasdek ko'rindi eken. Bunun bilan kishilar keynidiki harvidagi yükni aldidiki harviga yetkazdi. Keynidiki harvining yuki to'liq yetkilib bo'lgandan keyin uning eti yengil minib ketibdi. Hem aldidiki atqa debdi. Japani sen tart, ter tök. Sen qancha tirib ishlasan, ular seni shuncha qiynaydi. Tazimi o'zingga o'zing japa topadigan dört nima ekansan? At harbi dukuniga yetib kelganda xo'jayin debdi. Harbini bir at bilanmi akelgili bo'lgandan keyin men ikki atni beqib nima qilaman? Bir atni yaxshi beqib, yana birisini suyvatsam, menga bir teri bo'lsinmi qanmamdi? Shunda qilib xo'jayin o ho'run atni suyib etibdi. Atni odamga aylantirsak, yallig'uchi albatta ishning huddisidan chiqolmagan xizmatchini suyib etmaydi. Ama onu çokum işten buştup etdi. Onun elip qalgan eti qaramakka özüge japa tepip algandek ko'ringini bilen, ama keyin o xo'jayinning o'rniga boshqasini qo'yg'ili bo'lmaydigan, harbi so'raydigan etiga aylanadi. Sanoga mundaq degan: "Nihoyat az sonli kishilarla turmushga aql bilan yetakchilik qiladi. Boshqalar bo'lsa tiz iqinda üzüp ketayotganlarga o'xshaydi. Ular o'zlarining musofasini belgilanmaydi. Faqat dolqinga ergishib, iqin bilan billa oqidi." Leyd Amerikadagi danglik arxitektor ustozlaridan biri. Onun öz ömrüde işleyen nurg'un eserleri ichida eng ko'zga ko'ringini ve kişilerge yatkını belki Japonya'nın Tokyo'da silingan yer tevreşke çiğdamlık imperiya mihmanxonasi bo'lsa kerak. O imaret onu hazırki dünyadaki birinci derecelik arxitektor qatoriga kirgizdi. 1916 yılı Yaponyalik Knaz Shaosan bir turkum adamlarını başlap Japonya hükümetiga vakolatan Amerikaga berib Leydni yer tevreşten korkmaydigan bir imaret selip berishga hürmet bilen teklif kıldı. Leyd o emek bilen birli Japonya'ya keldi. O her xil meselelerini öz joyida bir qur küzütüp, Japonya'daki yer tevreşten qattiq yer tevreşten keladigan dolqunsimon hareket ekanligini bayqidi. Nurg'un qurilishlarning gümürülüp tushishning amaliyotda ularning uluning haddidan ortiq cho'nqur va qilin ekanligidan bo'lganligiga hukm qildi. İmaretning haddidan ortiq cho'nqur,
haddidan ortiq qalin bo'lib qolgan uli yer tevreşte yer postaga ergişip yo'tkiladigan bo'lg'achqa imorat o'rilib tushmay qolmaydi. O uni tez qilib, uni Lay dengizi ustida laylab turadigan qilishni qaror qildi. Shunda yer tevreş imoratni buzak qilolmaydi. O cho'nqurligi aralla 8 ingliz chesi keladigan topa qavitidan mumkin qadar foydalanishni qaror qildi. O laylagan ul sistemasi nurg'un simon tüyrüklerden teşkil taptı. Tüyrükler topa qavitini teshib o'tib, Lay dengizi ustida makonlashdi. Ammo mundaq ol g'oyat zo'r imoratni ko'tarib tura olmadi. Layt to'liq 1 yil vaqt sarf qilib, yer yuzining hamma yeriga tushib qo'lab, sinaq qilish bilan shug'ullandi. O uzunluğu 8 ingliz chisi, diametri 8 ingliz so'ng keladigan bambuk xadini to'pog'i kirgizib, uni darhol tartib chiqarib o'tib, yer osti suyuning o'rlab chiqishidan saqlanib, o'rniga simont qo'ydi. Bu simont tüyrüklerinin üstüge qo'yma temir o'rnatdi. Bu simon tüyrüklerinin üstüge qo'yma temir o'rnatdi. Ular ko'taradigan eg'irlikni o'lchidi. Oqibatda natija kishini hayron qildi. Imperiya mehmonxonasining mo'lchar qilingan umumiy eg'irligiga asosan u uchun lozim bo'ladigan simon tüyrüklerinin sonini hisoblab chiqdi. Her xil sonliq asoslar to'g'ri bo'lgan ahvol ostida mehmonxona qurilishida ish boshlandi. Qurilishning temiga lozim bo'ladigan kesaklarni o alayda layildi. Kesaklarning qilinligi odatdagidan hassilab oshirildi. 1920-yili Imperiya mehmonxonasining qurilishi rasmiy tamomlandi. Layt Amerikaga qaytdi. 3 yildan keyin dunyoni zilzilga solgan bir qatimli qattiq yer tevrash Tokyo bilan Huangjongga tuyuqsiz hujum qildi. Ayni chaqda Layt Los Angelesda bir turkum beton uylarni silib o'tadi. O bu xabarni anglab o'ltiramay qoldi. Imperiya mehmonxonasi to'g'risida xabar kutdi. Bir necha kungacha hech qanday xabar bo'lmadi. Ma'lum kuni sahar soat 3 bo'lganda Laytning mehmonxona yotqidagi telefon qattiq jiringlashib ketdi. "Vay, siz Laytmi?" Torobkidan odamning tilini shurkantiradigan bir ovoz anglandi. "Men Los Angeles tekshirish gazetasining muxbiri. Biz Imperiya mehmonxonasining yer tevrashda vayron bo'lganligi to'g'riliq xabar topshirib oldik." Bir necha sekunddan keyin Layt qaysarlik bilan javob qaytardi. "Siz bu xabarni e'lon qilib etsangiz, huddi qilamanki, orqadan tuzatish bayonoti e'lon qilasiz." 10 kundan keyin Kenaz Shaosangdan telegramma keldi. "Imperiya mehmonxonasi omon esan. O shundan boshlab janobingiz talantining xotiri buyumiga aylandi. Imperiya mehmonxonasi butkul afat rayonidagi ziyonga uchramagan birdan-bir bino bo'lib qolgan." Kenaz Shaosangning tabrik telegrammasi darhol butun yer shariga tarqaldi. Layt hatto aqsoq chulaqlarni biladigan dangliq shaxsga aylandi. Bu hikoyada aytilgani bir odamning ma'lum kasbdagi o'rnini olg'ili bo'lmaslik. Bir odamning xizmatda hozirlagan ruhi xizmatning unimiga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatib qolmasdan, balki uning stiligimi muhim ta'sir ko'rsatadi. Xizmat bir odamning odamlik xarakterining ifodasi. Shundaqla yana onun qiziqishi va g'oyisi. Bir odamning qilgan xizmatiga qarabla o odamni bilgili bo'ladi. Bir odamning nima kasb bilan shug'ullanishi
yoki qaysi sohada ishlashining munosabati cho'ng bo'lmaydi. O'yinda izchil ko'proq ish qilish fursati bo'ladi. Biz e'tiborsizlikni tanlab olsakmi yoki ishni eng yaxshi qilishni tanlab olsakmi bo'ladi. Bularning hammasiga kimning diqqat qilayotganligini biz mangu bilmaymiz. Gils Mol Xipa bunun yana bir misali. Qadrli qarindoshlar, men yine şu dadam rahmetlik ismi kelib qoldi. Dadam o'z vaqtida partiya a'zosidir. Lekin bir vaqt namoz o'qiydi-da. Lekin shundaqdimi dadam bizga tarbiya qilganda, o'g'lim, bir ishni qilsang, hargizmi qo'lingning ushida qilib qo'yma o ishni. Bu ishni ya men bir g'o'jaga yaray yoki boshliqning ko'ziga chiroyli ko'rinay deb qilma. Ya'ni seni kuzatib turadigan bir Alloh bor. Ya'ni sen qandaqli ish qilma, ixlos bilan qil dedi. Bu o'chaqda ixlosning nimaligini shu dadamning ashu tushuntirish bo'yicha ixlosni biz tushunib yetgan, qadrli qarindoshlar. Alloh yotgan yerini jannat qilsin. Gils Mol Xipa bunun yana bir misali debdi. Xipaning xizmati elektronlik mingda tuzilgan tartiblarni o'zgartirish edi. Elektronlik mingning tartib shifrlari burun sonlar yoki ikkinchi qatim kirgizilgan shifrlar orqali tuzitiladi. Bu shifrlarni yozish ve hatalarını o'ngshash intayin ters, zerikarlik ish edi. O shifr nimishqa sonla bo'lish kerak deb gumonlanishga boshladi. Ham bir xil butunlay o'xshash bo'lmagan loyihani o'ttirg'a qo'ydi. Gerçi ko'pchilik uni sarang bo'lib qopdi. Bu degini aqmaydi deb qaragan bo'lsa-mu, o o'z gapida ching turdi. Oxirida o elektronlik mingining tartib tili COBOL, C-E-B-O-L, COBOL'ni ixtiro qildi. Sonsiz quruliq sonlarni inglizcha yakki so'zlarga aylantirdi. Bu odamni hayron qoldiradigan bo'sish edi. O elektronlik hisoblag'ich ilmiy jurnalining yillik mukofotiga erishgan tunji ayol bo'lib qoldi. Xipaning qilgan ishiga birarsi yo'l yo'riq ko'rsatmagan. Hem bu ish uning ish o'rni burchining bir qismimi emas edi. Ammo o bu ishni qildi, hem iftixorlanarli natijaga erishdi. Uning tirishchanligi jamiyatga emas, o'ziga g'oyat zo'r hosil elib keldi. O xizmatda o'z qimmatini yaratdi, hem o'zini bu sohada o'rnini boshqalar ololmaydigan xizmatchiga aylantirdi. Bir muvaffaqiyat ilmi mutaxassisi yoshli bir qizni yordamchilikka taklif qilib, onu kelgan xatlarni echib o'qishga, xatchaklarni turiga ayirishga sotdi. Ishga o'xshash xizmatni qiladiganlar bilan birdek bo'libdi. Bir kuni bu muvaffaqiyat ilmi mutaxassisi onunga bir tamsilni bayon qilib, onu xat urish mashinasida urib xotirlab qo'yishni talab qilibdi. Bu esingda tut. Sening birdan bir chekliman o'zingning mingisida turg'izilgan ashu cheklimi bo'ladi degan tamsil ekan. Yana bu aqliy so'z ekan, qadrli qarindoshlar. Sening birdan bir esingda tut. Sening birdan bir chekliman o'zingning mingisida turg'izilgan ashu cheklimi bo'ladi degan tamsil ekan. Qiz urib bo'lgan xatni xo'jayiniga topshirib berib, bu tamsilni tushungan holda, sizning tamsilingiz menga cho'nqur ilhom bo'ldi. Uning mening hayotimga nisbatan qimmati cho'ng bo'ladi dedi. Bu ish muvaffaqiyat ilmiy mutaxassisining diqqatini hargizmi qo'zg'amadi. Ammo o qizchaqning qalbida cho'nqur izna qoldirdi. Shu kundan boshlab o kashf tamoqdan keyin ishxonaga qaytib kelib davomli ishladi. Haq hisoblashmay, o'z xizmat doirasida bo'lmagan ishlarni ishlashga kirishdi. Xo'jayiniga vakolatan kitobxonlarga javob xat yozish degandek ishlarni qildi.
O bu cevap xatlar xo'jayinning yozganiga o'xshash yaxshi bo'lsin, ba'zida uningdan yaxshiroq bo'lsin deb muvaffaqiyat ilmiy mutaxassisning til uslubini astoydil tadqiq qilibdi. O bunda qilishni izchil davomlashtiribdi. Xo'jayinning o'zining tirishchanligiga diqqat qilmaganligi bilan hisoblashmabdi. Oxiri bir kuni muvaffaqiyat ilmi mutaxassisining kotibi ishda savallik o'tkazib qo'yib, xizmatidan istifa beribdi. Muvofiq nomzod izlash vaqtida xo'jayini tabiiy holda bu qizchaqni o'ylabdi. Bu xizmat o'rniga erishishdan burun qizchaq shu ishni qilishga kirishgan edi. Bu dal onun o'stirilishining asosli sababi bo'lgan. İşten çüş qo'ng'irog'i chilingandan keyin o o'z o'rnida o'ltiraveradi. Hech qanday haq va'dasi bo'lmagan ahvoldami yanala qatir qilib mashq qiladi. Oxirida o'zini texmi yuqori vazifani qabul qila oladigan salohiyatga ega qilgan edi. Hikoya texi oxirlashmadi. Bu qizchaqning tirishchanligi shundoq munavvar bo'lg'achqa o texmi ko'p kishilarning ko'ngil bilishini qo'zg'adi. Boshqa shirkatlar keynidan texmi yaxshi xizmat o'rinlari bo'yicha uni ishga taklif qildi. Uni elib qilish uchun muvaffaqiyat ilmi mutaxassisi uning ish haqini ko'p qatim o'stirdi. Uning ish haqqi eng dastlabida tez xotirlovchi xodim bo'lgan chig'i qaraganda 4 hassa oshdi. Bununla qarata xo'jayin bo'lgan odamni amal qilolmadi. Chunki o o'zining qimmatini o'zliksiz o'stirib mangan, o'zini o'rnini boshqa hech qanday odam ololmaydigan qilib o'zgartgan edi. Mayli siz qaysi ish bilan shug'ullanayotgan bo'lmang, har kuni o'zingizni bir fursatga ega qilib, odatdagi xizmat doiringizdan tashqari holda boshqa odamlarga nisbatan qimmatga ega bo'lgan ba'zi mulozimatlar bilan shug'ullaning. Tabiiyki, sizning berginingiz oldin mo'ljallangandan ko'p bo'lgan chog'da kishilar sizga diqqat qiladi. Sizmi ehtimol o'ylab yetmagan hosilotlarga erisha olasiz. Masalan, siz ishxonaga kelib tomoq yeganda sizning ko'proq choy pulingizga kim erisha oladi? Siz buyurtgan qo'rimini yezib olgan ve onu sizge akilip bergen mulazmetçimi yoki sizge qoruma tizimlikideki en yaxshi qorumini ko'rsatib bergen, sizge yaxshi tamoq bilan yaxshi haraqni tavsiya qilgan, bu yerda haraq deb chiqibdi qadrli qarindoshlar. Yaxshi ichimlikni tavsiya qilgan, azroq tatliq turim qo'shaymikin deb ikkilangan chig'ingizda sizge ularni akilib berib ta'mini tartqizib ko'rgan mulazmetçimi. Elbette ikinci mülazimetçi sizni tamoqlanish xushalligidan eng yaxshi bahriman qildi. Shunga mardlik bilan bergan choy pulingizga o erishishi kerak. Munavvar ixtisosliklarga jamiyat hamon ehtiyojliq. O'zingizni boshqalarga tanishtirishning eng yaxshi usuli to'g'ri ro'yi holat bilan eng munavvar darajada xizmat qilish. Agar siz ish bajarishning amalini eng unumli, eng yaxshi yo'l bilan tepib chiqa olsangiz, o'zingizning xo'jayinining ko'nglidagi o'rnini o'stirgan bo'lasiz. Xo'jayin sizni shirkatning siyosat belgilaydigan yig'inlariga qatnashishga taklif qiladi. Texmi yuqori vazifalarga o'stirilasiz. Chunki siz bu chaqda allburun o'rningizga boshqani qo'yg'ili bo'lmaydigan muhim shaxsga aylangan bo'lasiz. Qadrli qarindoshlar, hozir vaqt 20:40 o'tibdi. Bu 1 soatni ishib ketsa bo'lmaydi. Biz buni misha to'xtatili 222-betdagi 7-bobninki mukammal xizmatni, vazifani, mas'uliyatni to'liq o'tash orqali yaratqili bo'ladi degan mazmunken. Bunu biz 8-bob mas'uliyat hayotdagi natijalarning uli degan bobni birlikda boshlagan vaqtimizda bugunimiz. Ondan keyin siz o'zingiz uchun xizmat qilasiz.
degan mazmun bilan mas'uliyat ruhi sizni oldingi qatorga o'tkazadi degan mazmunni birga o'rganamiz inshaalloh. Bu 64. dersde o'rganamiz. Undan keyin 65. dersde mas'uliyat şan sharaf demakdir. Şirket bilan taqdirdosh bo'lish degan mazmunni o'rganib 256-betga kelgan chaqda bu kitap bilan ish tamom vassalam deyishdi ekanmiz qadrli qarindoshlar. Ondan keyin biz yine başka bir kitapni planlayapman. Yaşaş Senneti deb bir kitap bakın. O kitap İslamjon Sherip degan bir ustozniki kitobi ekan. Onu bir ko'rib baqili. Agar bizning Uyg'ur olimlardan mana shunday kitap yozganlar barkan, hayotimizning texmo baxtli yashash, texmo yaxshi yashash uchun hayot san'ati nima debdi, onu bir ko'rib chiqamiz. Shunda bir plan bor inshaalloh, aniq bo'lib ketadi. Ondan olsa qadrli qarindoshlar, mas'uliyat iqtidorni besib tushadi degan bu kitobdan o'rgangan darslarimiz mishada tamom bo'ldi. Ya'ni bugungi darsimiz inshaalloh keyingi soatda yine boshqa mazmunni o'rganamiz. Qur'oni Karimning 2-sura, Sura Baqaraninki 2-oyatini qarasanglar, yani Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim zalikel kitabı la reybi fihi hudellil muttaqin ellezine yu'minune bil gaybi ve diyen onun aksi geçe ayet. Mişedeki hudellil muttaqin diyendeki muş takvalık. Yani takvala degan gapni mas'uliyatchan kishilar deb tushuninglar qadrli qarindoshlar. Hayotingda qanday bir o'zgarish bo'ladi ekan. Shunga bu kitobni o'quvchi nurg'un yerda mas'uliyat degan gaplar chiqdi. Balki men buning word nusxasini bor qo'limda. Shuni bir izlab baqay, mas'uliyat qancha yerda chiqadigan bu kitobda. Qur'on Karimda mas'uliyat, yani taqvo degan gap, taqvolik degan gap, taqvodorlik degan gap necha yerda chiqadi ekan, uni bir qarab baqinglar. Allah bizden taqvo bo'lishni, mas'uliyatchan bo'lishni qanday talab qilibdi. Taqvo bo'lgan kishilarmi qanday kishilar ekan? Inshaalloh hayotimizning o'zgarishiga foydasi bo'lib qolar deganni umid qilamiz. Ondan bo'lsa Allohning o'ziga omonat. Hozir shu dars tugaguncha 36 qatim boshqalar buni paylaşıptı, ortaklaşıptı. Allah hammalardan razı olsun qarindoshlar. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aldığım saat 61. dersini, 61. saatlik tedbiriyesiz dersini Facebook izin vermedi. Onu öçürüp ettim. Ben kayıtını yollayma. YouTube kanalımı yollap koydum. www.tedbiryay.com deb kiysanlar, ko'ralaysizlar qadrli qarindoshlar, shahardin ko'rib olsanglar bo'ladi. Men yine onu ishlab chiqarib qo'yma. Tedbiryay radiomuzga chiqarib qo'ydim. Shahardinmi ko'rib olsanglar, anglab olsanglar, tinglab olsanglar bo'ladi. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.